Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar va bemorlar. Bugungi navbatdagi bemorimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xola, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirib o'ting. Necha yoshdasiz? Men 55 ga kirdim. 55 yoshdasiz. Yosh ekansiz. Hali holatlayaptimi? Nima? Qizim shu yerda davolanib ketib, Farg'onaning qayerdansiz? Farg'ona Kirgeli tumanida. Kirgili tumandansiz, a? Xo'p, sizni umurtqa pog'ona kasalliklaringizni men aytib o'tib ketaman. L4, L5 umurtqa pog'onangizda 4 mm, L5, S1 umurtqa pog'onangizda 7 mm grija bor va skolyoz degan kasalliklar bor. Bu nima degani? Skolyoz degani grija davrida, misol grijamiz, biz o'zbekchilikda yuraveradi-yu og'riq bilan. Qani bunday qilib yursa, og'riq qolgandek bo'ladi-da. Mana shunaqa qilib yurishga privichka bo'lib qoladi. Mana qilib yuradi. Undan keyin yana ham engishadi. Mana qilib yoki bir tomonga qiyshayadi. Bir tomonga qiyshayib, mana yuraveradi. Shunaqa qilib yursa og'riq qoladi-da bularda. Mana. Ana endi bu kasallikni tomografiyada skolyoz deydi. Mana qilib suyakma tomonga qiyshayib qoladi umurtqa. Tushundingizmi? Skolyoz degani shunaqa degani. O'zi aslida skolyoz kasalligi nima deganda, skolyoz kasalligi navbatdagi umurtqa pog'onalaridan grija keltirib chiqarish degani. Qiyshayib turib boshqa umurtqalarga nagruzka beradi. Haligi sog'lom umurtqalarni kasal qiladi. Chunki o'zini o'qida turmayapti-da bu umurtqa. Qarang, bitta grija, bitta umurtqa pog'onangizdagi grija og'rityapti. Og'riqqa siz mana qilib avalayni yonboshi bo'lib yuryapsiz. Boshqa umurtqalaringiz qisilib, boshqa umurtqalaringizda kasallik paydo bo'lyapti. Tushundingizmi? Skolyoz degani shunaqa narsa degani. Xo'p, sizni qizingizni davolagan ekanmiz. 8,5 mm grijasi bor edi L5 S1 umurtqasida. Qizingiz ahvolini ko'rib men xursand bo'ldim. Effekt zo'r bo'ldi. Hozir yaxshi zo'r. Rossiyaga ketaman endi deyapti. Xo'p. Ana shu qizingiz tavsiyasi bilan siz keldingiz. O'sha bilan keldim. Qizingiz ham bittasiga aytgan ekan. Unga ham bitta o'rtog'i shu yerda davolangan ekan. Ana shu o'rtog'i tavsiya bergan ekan qizingizga. Men nima demoqchiman? YouTube kanaliga men videolarimni joylab boraman. Bu yerda biz bemorsiz qolganimizdan emas, bemorlarga to'g'ri maslahat, to'g'ri yo'nalish berish uchun ochganmiz bu kanalni biz. Xo'p, 55 yoshga kirgan bemorni manual terapiya qilamiz. Xo'p, kuzatib turamiz, yaqinroq kelamiz. Sizni qanday kasalliklar, qanday bezovta qilgan opa? Oyoq og'riq. Oyoq og'riq. Bel og'riq. Teva oyog'imiz bukamiz, teva qismi, pastki qismini uzatamiz. Bo'ldi, zo'r. Bismillah. Xo'sh qilamiz. Shu holatda xolajon, yonbosh bo'lamiz. Yaqinroq kelamiz menga. Uzatamiz, bukamiz. Yelkamizni orqaga tashlang. Bo'ynimiz. Zo'r ochildi onachi. Tevaga qarab o'tamiz. Tevaga. Bo'ldi. Bundan neymiz? Qo'limizni menga beramiz. Bo'ldi, razmika bo'sh qo'yamiz. Holqamiz. Bo'ldi, qimirlamang. Zo'r ochildi ama. Qimirlamang. O'ta go'zal ochildi. Ha, bugun birinchi kunda endi bu xonani. Bo'sh qo'yamiz. Judayam chiroyli ochildi-da. Bo'ldi. Turaymi? Yo'q, yotaring, bo'ldi. Xo'p. Xola, mana shu yo'nalishda, mana shu ko'rinishda manual terapiya deb nomlanamiz. Ati ismi manual terapiya desa, nima u deyshadi-da? Shu narsa degani. Xo'p. Asha hozir 2 minut vaqt ketdi. Qarang, 2 minutlik vaqtni deb biz ertamandan kechgacha sizni 15 soat davoladik. To'g'rimi? To'g'ri. Agar davolamasdan turib qilsam sindirib qo'yishim mumkin-da. Umurtqa pog'onalaringizni. Ana shuning uchun davolab
Qarang, bizga faqat manual terapiya uchun kelmaydi bemorlar. Umurtqa pog'onalarini mustahkam qilish uchun, umurtqa pog'onalarini nervlarini, umurtqa pog'onasidan chiqqan nervlarning shamollashini yo'qotish uchun lecheniya olinadi. Ham manual terapiya oladi. 3 ta yo'nalishda bo'ladi. Manual terapiya qilamiz, umurtqa pog'onasini ukruplik qilib quvvatlantiramiz, fibroza halqalarini va umurtqa pog'onamizdan chiqqan nervlarni davolaymiz. Qarang, bizni davolayotgan lecheniyamizni tarkibida ikkala pochkangiz ham davolanib oladi. Hali buyraklaringizga banka qo'yapman orqa tarafdan. Katta bankani 96 spirtda yuvib tozalab. Hali qizdirib tellatyapti. Buyragimizning chashkalarida nefrit, pelonefrit degan kasalliklar bo'ladi. Hali shlaklarda eriydi, yumshaydi. Dog' suv ich deyapman har kirganimda. Hali dog' suv sidirib shlaklarni tushirib yuboradi. Ana keyin chashkalarimiz toza bo'lib qoladi-da, qumlar tushib ketadi. Tushundingizmi? Shuning uchun biz umurtqa pog'onasi uchun to'layotgan pulingizga pochkalaringiz, buyraklaringiz ham davolanib olyapti aslida. Rahmat. Tushundingizmi? Xudo xolasa, lecheniyamiz birinchi kuni nojo'ya ta'sirini sezmadingizmi? Yo'q, rahmat rosa yaxshi. Yaxshi holatda o'zingiz nojo'ya ta'sirlarni sezmadingiz. Yaxshi. Yana bu yoqni davom etib ketamiz. Endi boshlanishi. Sizga, bizni ko'rib turgan bemorlar shifo tilab qolamiz. E'tirozlaringiz bo'lsa ayting. Rahmat, hammasi yaxshi. Yaxshi? Xo'p, sog' bo'ling, opa. Ilohim sog' bo'ling. Xo'p. Qizimni ham rosa yaxshi davoladingiz. Xo'p. Sizga katta rahmat.